Salom, ushbu videoda men siz bilan so'zlarni samarali yodlashga yordam beradigan bitta usulni baham ko'rmoqchiman. Bu so'zlarni boshqa so'zlar bilan yodlashdir. Ya'ni siz qachonki yangi so'z yodlayotgan bo'lsangiz, albatta o'sha so'zni boshqa so'z bilan yodlashga harakat qiling. Buning uchun siz collocation degan narsani tushunishingiz kerak. Collocation degani bu so'zlarni birga kelishi, ya'ni unga oddiy o'zbekcha izoh beradigan bo'lsam, collocation bu do'st, o'rtoq so'zlar degani. Ya'ni ular doim birga keladi va ularni birga yodlash osonroq bo'ladi. Misol uchun, aytaylik siz mistake so'zini o'rgandingiz. Mistake so'zini o'rganayotganingizda u bilan birga keladigan make so'zi bilan yodlasangiz, bu juda samarali bo'ladi. Ya'ni make a mistake. Yoki bo'lmasa money so'zini o'rgandingiz, u bilan birga keladigan make so'zi bilan ham o'rgansangiz, make money bo'ladi. Bu nima uchun muhim? Umuman olganda nimaga so'zlarni o'zini emas, balki boshqalari bilan birga yodlash kerak? Buni 3 ta foydasi bor. Birinchi foydasi bu sizni speakingizga va writingizga tayyor qoliplar, tayyor birikmalar deganidir. Misol uchun, siz ushbu kursimizda diet so'zini o'rgangan bo'lsangiz, uni siz bitta o'zini yodlasangiz yaxshi, lekin uni siz boshqa so'z bilan yodlasangiz, bu ancha samarali. Misol uchun, balanced diet yoki bo'lmasa nutritious diet yoki bo'lmasa I am on a diet. Misol uchun o'sha boshqa so'zlar bilan yodlasangiz, bular tayyor qoliplar va siz ularni tezda speaking va writingda ishlatishingiz mumkin. Bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi esa ularni eslash oson bo'ladi. Misol uchun, siz nutritious so'zini eslashingiz qiyin bo'lishi mumkin, lekin siz diet so'zini tezda eslab olasiz va birinchi diet so'zini tezda eslab olganingizdan keyin u yog'iga nutritious, balanced kabi birga yodlagan so'zlar esingizga tushadi. Shu boisdan so'zlarni birgalikda yodlash bu ularni tezda eslashga yordam beradi. Va uchinchi muhim sababi esa bu native speakerlarga o'xshab gapirish va yozishdir. Ya'ni native speakerlar do money demaydi, ular make money deydi yoki ular do mistake demaydi, balki make a mistake deydi. Va o'sha har bir o'rgangan so'zingiz bilan bo'ladigan boshqa so'zlarni yodlab olish bu sizga va ularni birga ishlatish bu sizga nativelar kabi yozishga, nativelar kabi gapirishga yordam beradi.